Mijozlarimizda 4000 xil tovardan kelgan, yana nima yengillik qildinglar deb so'rashyapti. Hozirda bizda shunaqa Ramazon tovarlarimizga kelgan, saharlikda, iftorlikda stollarga chiroyli bo'lib fayz berib turadigan shunaqa chiroyli idishlarimiz kelgan. Xurmo idishlar, mana og'zi yopilib turadigan xurmo idishlar. Mana salfetnitsalar. Bittasini ushlaganingizda ikkinchisi qo'l bo'lmasligi uchun tepasidan ushlab bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Bu tovarlarimiz hammasi xadovoy tovarlar bo'lib, optimchilarimiz uzuk kelib, spiskalarni berib bizdan hammasini olib ketishyapti. Xudo xolisa, bizda yana Ramazon tovarlarimiz yengilligi bor. Hammalarni Oxo Gift House do'konida kutib qolamiz. Uyingizda svet bo'lmagan paytda ham shu svetillik yoqib qo'yib, bemalol saharlik iftorliklarni qilsanglar bo'ladi. Ramazon oyida hamma ota-onalarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz umra safarlariga borishadi. Shundan kelganda har bitta insonga esdalik olib kelishadi. Bizda ular uchun shunaqa chiroyli oynalarimiz bor. O'shani chiroyliligini eslatib turadigan, bemalol pazarga qilishga, sovg'a qilishga esdaligi juda zo'r narsa. Uylarni bezatish uchun biz bolajonlarni ham esdan chiqarmaganmiz. Ramazon oyini eslatib turadigan shunaqa chiroyli sharlarimiz kelgan. Ishonch bilan ayta olaman, bizdagi narx, bizdagi taklif O'zbekiston bo'ylab sizlarga hech kim bera olmaydi. Kimga Optim va Donaga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Oxo Gift House do'koniga tashrif buyuringlar va direktdan murojaat qilishingiz mumkin.